Ha? Boshlandi. Boshlandimi? Ketdik. Qayerga? Radomga? Qanaqa raddom? Prosta sho'r bodring yegim kelyapti aka. Hozir his qilamiz. Xotin, kiloli sho'r bodring, bonkali sho'r bodring, sveji bodring, xohlaganingni yeysan. Degan bodring yo'q. Tandir go'sht yegim kelyapti. Hozir olib kelaman. Qashqadaryonikini. Qashqadaryonikini olib kelaman. Qashqadaryoga borib olib kelganingiz yegim kelyapti. Nima Hozir yemasam, bolangizni burni puchuq, ko'zi qiyshiq bo'lib qoladi. Shuni xohlaysizmi? Xotin, Qashqadaryoni iminnoy tandirdan topdim. Hali hozir yo'lga chiqaman. Yo'q, o'sha tandir go'sht yegim kelmay qoldi. O'zi hazillashasan, 50 grammsiz topdim men buni. Mencha yangi mashinani ichida o'tirib tushgan videoingiz ko'rib kelyapti. Bu qayerdan topaman yangi mashina senga? Bolangiz uchun so'rayman, Saloh aka, tez hal qiling. Qizim uchun hal qilaman. Aka videoga olib turing. Xotin, qara, yangi mashina ichida video olman. Salafanlari ham turibdi, hidlari ham bor. Men hozir Qarshi shahridagi Adamasdagi Cherry avtosalonidaman. Hozir bularda zo'r yangilik bo'layotgan ekan, xotin. Cherry 2 Pro, Cherry 7 Pro, Ariz 6 Pro'larni 60 oygacha rasroshkaga olsang bo'lar ekan. Shunday kelsang, 2 soatda rasmiylashtirib berar ekan. Nima deysan, xotin? Bosib yuboramizmi? Oqiy yurarding, ha? Ana, yangi mashina ichib video olib keldim, bo'ladimi? Zo'r qilsiz. Tandir go'sht qani? Yemayman dedi-ku, yedim men o'zim. Endi yegim kelyapti. Mana bilan kelishib, bir tandir deysan, bir mashina deysan, muncha qiyin bo'ladi, bola. Qiynalib ketdim. Let's go, la la la. Bitch, I'm a lot of